Fransiyani markazini qanaqa baholaysiz? Zo'r. Kameni qarang. Ispaniya bilan o'yinda ko'rindimi? Ispaniya bilan o'yinda yo'q. Raqib Nega? Mana bizda ham raqib. Bizda ham raqibni o'ylang. Hozir mana Kolumbiyada kimlar o'ynayapti markazda? Ya'ni markaz bilan urushayotgan Portugaliyani gapirmasa ham bo'ladi. Kongoniki ham normal edi. Uchta o'ynayotganman nima? Umumiy o'yinlar. Umumiyga qo'shilolmayman chunki ko'p qahramonlik ham ko'rsatgan o'yinlar bor-da. Otabek Shukurov nechta vaziyatdan olib chiqib ketdi, assistlar bilan. Men sizga bitta narsada qo'shilaman. 4 ta himoyachiga o'tsak, Jamshid o'ynaydi. Hozir Xarorbekov eng ko'p yuguradi masalan statistika bo'yicha. Ya, xo'p. Eng ko'p aniq pas ham beradi bir xil. Menimcha o'sha Qatar bilan ko'rsatgan o'yinimizdagi bemalol hujum qilib o'ynaymiz agar 4 ta himoyachi bo'lsa. Mana ko'p. Ya mana o'rniga Mazgo'y tushdi. Mazgo'y ham shunga o'xshashroq futbolchi-da, baribir shunaqaroq o'ynadi. Biz qachon comeback qilishga majbur bo'ldik? Hatto Katanis paytida ham Jamshidda tushganda Qatarda 0-2 hisobda yutqazib turganimizda zo'r o'ynab olishdi-yu.